Alohida yashaydigan kelin 24 soat uyida ish qilsa ham charchamaydi. Chunki u biladi, ertaga xohlaganicha, xohlagan paytigacha bemalol dam olishi mumkin. Bugun uyini yig'ishtiradi, ovqatini qiladi, kirlarini yuvadi, hammasini joy-joyiga qo'yadi. Charchasa ham ichida bir xotirjamlik bo'ladi. Hozir dam ola olaman. Ertaga hech kim mendan nima uchun yotibsan deb so'ramaydi. Chunki u o'z uyida o'ziga o'zi xo'jayin. Ertalab kechroq uyg'onsa ham, bir piyola choyni bemalol ichib o'tirsa ham, kun bo'yi hech narsa qilmay dam olsa ham, bu uning o'z qarori. Menimcha kelin uchun eng katta qulaylik ham shu. Uyda qancha ish qilishing emas, o'zingni o'z uyingdek his qilishing. Shuning uchun ba'zan odam nega alohida yashashni xohlaysan deb so'raydi. Javobi oddiy. Alohida yashash qaynota-qaynonani yomon ko'rish degani emas, shunchaki o'z oilang bilan o'z qoidalaring asosida yashash degani.